Avvalambor assalomu alaykum bola, sizlar bilan yana o'shaman Firuz. Bugun hech qayerda yo'q eng zo'r top 5 ta modlarni ko'rib olasizlar. Bu modlarni sizlarda qayerdan olaman degan savol tug'diradi. Bu modlarni mana shu yerdan olib olasizlar. Shuni ustiga bosasiz, avtomatik Telegramga o'tkazib yuboradi. Qanday videoni cho'zmasdan boshlaylik. Bolalar, mana top 5-modimiz. Mana bunaqa mebellar modi. Mana. Masalan, mana bular. Divan. Yana pastroq tushiramiz. Bu kompyuterlar ham bor. Mana shu o'rindiqlar hammasi video uchun kerak bo'ladi. Mana qaranglar. Hammasi chotki, zo'r. O'rindiqqa o'tirsa ham bo'ladi. Bu zo'r modlar. Bu hali holvasi. Bu axir eng musor modlardan biri top 5 mod. Hali birini ko'rsangiz edi. Mana bolalar, top 5-modimiz shulardan iborat. Top 4-modga go. Top 4-modimiz zo'r super karlar modi. Masalan, Tesla, Ferrari, mana shunday Vortex, har xil Bugattilar ham bor. Mana hammasini sizlarga ko'rsataman. Hammasini emas, ozroqlarni ko'rsataman. Bularni minsanglar edi. Ranglarga ham bo'lsa bo'ladi. Mana bu qanaqa mashina bu? Bu Lamborghinining boshqachasi ekan. Mana bu ham Lamborghini. Buni haydab hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Qani ketdik. Ichiga shuni kiramiz. Dahshat. Qani hozir haydab ko'rsataman. Buni tezligini ko'ringlar. Drift qarang, drift. Uncha drift qilish bilmayman-ku. Sizlar bilishlaring mumkin. Qani buni hozir bo'yab ham ko'rsataman. Mana Bugatti. Olib borasizlar masalan. Istaganinglar paint qil. Mana ko'k bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa zo'r mod. Bu ham Ferrex. Bu ham yaxshi mashina ekan. Qani bo'ladi, top 4-mod shulardan iborat edi. Top 3-modga ketdi. Mana bolalar, top 4-modimiz bu morx mod, ya'ni har xil hayvon, ya'ni har xil moblar yaylanadigan mod. Masalan, mana GTL Artifact videosi qishloq ham mana shu moddan foydalanadi. Java versiyasi. Qaranglar. Men qishloqni hammaga salom bo'lasizlar. Buni men qishloqqa. Qanaysizlar bolalar, yaxshimisizlar? O'xshayapmanmi qishloqiga? Ovozim ham o'xshayaptimi? Sal banklar bo'lib turyapti, banklar. To'g'rilarda. Mayli bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Chotki mod. Modim shulardan iborat edi. Top 2-modga go. Top 2-modimiz har xil yuzli NPC GTL modlari. Bularni siz serial yoki kino olishda ishlatishingiz mumkin. O'zlari qimirlamaydi, lekin boshlari burilishi mumkin. Mana har xil millioner, u kulib turgan GTL. Bu mazax qilyapti, bu shunday prosto GTL. Duchi baqirib. Bu nima bu? Kim bu? Men millioner, qara, salgina ursanglar qimirlashi mumkin. Bo'lsam qimirlamaydi yoki boshini buradi o'zi, lekin yurmaydi. Mazza qilib seriallarga ishlatishinglar mumkin. Bolalar, mana top 2-modimiz shulardan iborat edi. Top 1-modga go. Top 1-modimiz juddalar ham zo'r mod. Unda har xil aslahalar bo'ladi. Ham maxluqlar bo'ladi, qilichlar bo'ladi. Kamon, juda ko'p narsalar bo'ladi. Nima kelmayapti? Tushunmadim. Mana bularni olamiz. Bu tuxumlarda juda ko'p maxluqlar, har xil narsalar bor.
Mana masalan, bu nima frifli, turret. Olib ko'raylikchi qani. O'rdak, black bear, qora ayiq, boar, demon horse. Yaxshi, yana nimadir olaylikchi. Deer, gremlin, spider, zo'ru. Yana nimalar bor ekan? Spawn bird. Okey, hozir bularni ko'ramiz. Bular kiyib ko'rsin qaranglar. Qanday cho'tkiligini. Wow, ko'rasizlarmi? Yo, oppang bolasi bu nima bu? Narsa ekan. O'rdakchi. Yo-mayo. Ayg'ida bolasi-ku. Yo, bu otni qaranglar, otni. Goblin. Yo, yurtdagi juda ko'p mahluq bor, mencha mahluq olmabman. Mayli, bularni ham ko'raylikchi. Buni bird qush ekan. O'rdak bu. Wow, bu spider qaranglar. Urushyapti bular. Yo. Zo'ra bola. O'sha aytgan gapim, bu modlarni hammasini sizlar Telegram kanalidan topishinglar mumkin. Telegram kanalim o'sha joydan topib olasizlar. Meni kanalimga ham obuna